Merosdan qo'rqayotgan bo'lsangiz, mening yo'limda turmang. Botir Qodirov sud qaroridan so'ng Jo'rayevlarga murojaat qildi. Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Xonanda Botir Qodirov O'zbekiston xalq artisti marhum san'atkor Sherali Jo'rayevning o'g'li ekanligi sud orqali tasdiqlangandan so'ng intervyu berdi. To'g'risini aytsam, ular haqida yomon gapirmoqchi emasman. Ular baribir mening ukalarim, ular adashishyapti. Bularning ustida kim turibdi bilmadim. Bularning qo'rqayotgan nuqtasi mol-mulk, meros. Men sud qarori chiqquniga qadar sabr bilan kutib keldim. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda meros masalasi bot-bot chiqib kelyapti. Men ularning bu ishlarini o'z foydasiga hal qilish uchun kimlarga chiqib, kimlarga borib nima ishlar qilib yurganini yaxshi bilaman. Lekin bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Ulardan yo'limda turmasliklarini, amakilarini gapirtirib chiqib bunaqa qilmasligini tavsiya qilardim. Agar merosdan bular qo'rqishayotgan bo'lsa, merosni o'ylayotgan bo'lsa, bu narsalarni qilmasligini iltimos qilardim. Bitta insonni ha deb ezaversangiz, hali o'zingiz, hali amakingiz chiqib gapiraversa, onasi unaqa, onasi bunaqa desa, bo'xton yolg'onlarni gapiraversa, bunaqa narsaga hech qaysi farzand chidab tura olmasa kerak. Aslida ular mening eng og'riqli nuqtamga tegmaguncha mening bunday da'vo arizasi kiritish niyatim bo'lmagan. Sen kimdan, qayerdan dunyoga kelgansan degan gaplarni gapirishganidan keyin menga boshqa chora qoldirishmadi. Biz birinchi marta DNK testi topshirganimizda so'lakdan namuna olishgan. Bu narsani kompyuter hisoblaydi. Sanalarning to'g'ri chiqqani, qaysidir familiyada A harfining tushib qolishi, bu insonning omili sabab bo'lgan xatoliklar. Ikkinchi marta biz qon tahlili topshirganmiz. DNK testi million dollar turadigan Germaniyadan olib kelingan apparat yordamida tekshiriladi. U yerda kameralar turadi, kuchli nazorat qilinadi. Natijalarga inson aralasha olmaydi. Uni hech kim sotib ola olmaydi. Men bilmayman qayerdan chiqdi bunaqa gaplar, deydi Botir Qodirov. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting.